O'rtoqlar, jannatdan bir qasr deb nomlanib, navbatdagi qurilayotgan uyimizga Rahmatulloh akamiz mana printslar jo'natib yubordi. Rahmat, akajon, katta rahmat, duo qilib qo'yasizlar. Shoir opa, mana qarang, printslarimiz keldi. Duo qilib qo'yasiz. Shofyor Jasur akamni ham duo qilib qo'yasizlar. Birinchi jannat qasrimizda birga ishlashganmiz. Bo'ldi, ko'taravering. Hamma mehrli insonlarimiz xizmatingizda bo'layapti shoir opa. Xursand bo'laveradi. Birgalikda bitkazamiz. Haliyan o'zimga kelanlar, o'zimga ishonmayapman. Shunchalik mo'jiza bo'layotganiga Allohga behisob shukr. Allohimga ming qatla shukr.